بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن علينا قيام شهر رمضان Ramazon oyining ro'zasini tutmoqlikni farz qilgan Alloh taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Ramazon oyining kechalarini bedor o'tkazmoqlikni sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga esa behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu. Azizlar, 2 kundan beri Ramazon oyi, uning fazli va buning fazilatli bo'lganligiga eng asosiy sabab Qur'onning nozil bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishib o'tyapmiz. Alhamdulillah, bugungi suhbatimizda ham aynan Qur'on va uning fazli to'g'risidagi va uni yodlaganlar, unga mohir bo'lganlarning fazli to'g'risidagi ma'lumotlarni bilan tanishlikka bag'ishlaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Oysha onamiz radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadis sharifda u zot aytadilarki, Qur'onga mohir bo'lganlar Alloh taologa eng yaqin bandalar bo'lib, Allohning eng yaqin bandalari bo'lmish farishtalar bilan birgalikda eng yaxshi Allohning bandalari bilan birgalikda bo'lishligini xabarini berganlar. Va aytadilarki, Qur'onni qiynalib o'qiydiganlarga esa 2 barobar ajr bordir dedilar. Qur'onga mohir bo'lganlar kim? Hadis sharifning sharhida keltiriladiki, Qur'oni Karimni Alloh taolo tarafidan qanday nozil bo'lgan bo'lsa, xuddi shundayligicha o'qiy olishlik mahoratiga ega bo'lganlar Qur'onga mohir bo'lganlardir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu borada Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ga bir Qur'on o'qigan eshitayin der ekanlar. Ya Rasululloh, Qur'on sizga nozil bo'lgan bo'lsa, men qandoq qilib o'qiyman desalar o'qi, men sendan eshitkim kelyapti der ekanlar. Haqiqatan ham azizlar, Qur'oni Karimni tinglamoqlik, uni haqiqiy to'g'ri talaffuz ila botajvid o'qiydigan insondan tinglamoqlik xuddi Jabroil alayhisolatu vassalom payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga kelib o'qib ta'lim berganidagi holatni yuzaga chiqarar ekan. Mana shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Qur'onga mohir bo'lganlarni Allohning eng ulug' bandalari bo'lmish tanlangan, saralangan farishtalar bilan birga o'shalarning maqomida bo'lmoqligini zikr qilib o'tdilar. Ammo hamma ham bu maqomga erishavermaydi. Xosatan siz bilan biz ajamlar, ya'ni arab bo'lmagan millatlar, tilimiz, talaffuzimiz, ohanglarimiz Qur'oni Karimni aynan shu tilda gaplasha oladiganlarnikichalik bo'lmasligi mumkin. Chunki bizlarning lug'atimiz, tillarimizni o'ziga xos xususiyatlari bor. Qur'oni Karimning lug'atlarini bir oz talaffuzida qiynalamiz. Biz uchun mashaqqatli bo'ladi. Har qancha to'g'ri o'qiganimizda ham aynan arab bo'lib, shu til bilan dunyoga kelganlarga nisbatan bir oz farqi bo'lishi mumkin. Tajvidda xato bo'lmaydi. Qanday nozil bo'lgan bo'lsa xuddi shunday bo'ladi. Lekin talaffuzida, ohangida ozgina bo'lsa-da arab emas, balki ajam tilovatul Qur'on qilayotganligi bilinib turadi. Masalan, aytaylik, turklarning o'ziga xos tilovati bor. Qur'onni o'qisa, botajvid to'g'ri o'qisa ham baribir turk millatiga mansub qori qiroat qilayotganligini bilib turasiz. Yoki bo'lmasa boshqa bir millatni ham olib ko'raylik. Masalan, aytaylik, tatarlarni olaylik. Qiroat qilganda qiroatini o'zidan uni tatar millatiga mansub shaxs qiroat qilayotganligini bilib turasiz. Chunki baribir tilida qandaydir farqi bor. Va albatta bu borada boshqa millat vakillari o'zbeklarni ham Qur'on o'qiganda demak, o'zbek qiroat qilayotganligini bilib turishi mumkin. Faqat o'zimizga bilinmaydi bu narsa. Demak, mohirlik bilan deganda botajvid o'qishlik e'tiborga olinadi. To'g'ri, qanday nozil bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday o'qiladigan bo'lsa,
juda ohang bilan ziynatlash ham shart emas. Sodda, ravon, to'g'ri o'qilinsa bo'ldi, tamom. Endi aytib o'tganimizdek, hammani ham qo'lidan bu narsa kelmaydi. Xo'p, qiynaladiganlar nima qilishlari kerak? Ba'zi holatlarda ular noumid bo'lib qoladilar. Qilayotgan mehnatlari, chekayotgan zahmatlari besamaradek ko'rinadi. Tushkunlikka tushib qoladilar. Qur'onni baribir talaffuz qila olmayman ekanda degan noumidlikka borib qoladilar. Ayniqsa bizning tilimizda yo'q bo'lgan, masalan, 4 xil zeyni bor ekanligi, seylarning har xil ekanligi, ayn harfini bor ekanligi va ana haylarning har xil ekanligi va hokazolar to'g'risida o'rgatayotganingizda, tajvid borasida alifboni o'rgatayotganingizda nihoyatda talaba qiynaladi. Xosatan yoshi o'tib qolganroq odam o'rganmoqchi bo'lsa, tili aylanmaydi. Juda ham qiyin, xuddi egallash mumkin bo'lmagan cho'qqiga o'xshab qoladi. Mana shunday holatlarda nima qilish kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Qur'onni qiynalib o'qiyotganlarga 2 barobar ajr bo'ladi. Noumid bo'lmasin. Qiynalib o'qisangiz 2 barobar ajr olasiz. Biri qiynalganligingiz uchun, ikkinchisi o'qiyotganingiz uchun. Shuning uchun o'qing. Hech qachon bundan to'xtamang. Yod ola olmasangiz ham o'qing. Har o'qiganingizda 2 barobar ajr olib ketaverasiz. Yana nima kerak biz uchun? Qur'onni hammasini yodlashimiz shart emas. Uni ma'lum bir mutaxassislar yodlasa bo'ldi. Hamma xalq Qur'onni to'liqligicha yodlash shart emas. Agar shu shart bo'lganda biz juda ham mashaqqatga qolib ketgan bo'lar edik. Chunki Qur'onni hammasini yodlashlik qobiliyati hammada ham mavjud emas. Ammo o'qishlik qobiliyati mavjud. Chunki Alloh bizlarga zabon bergan, notqlikni berib qo'ygan, bemalol gaplasha olamiz-ku, har qanday qiyin so'zlarni ayta olamiz-ku. Shundoq ekan Qur'onni o'qishlikdan noumid bo'lmaylik. Mana shu borada ibratli bir hikoya bor. O'rni kelib qolganda keltirib o'tmoqchimanki, bir keksa inson har kuni Qur'onni ochib olib o'qir ekan. Tilovat qilib, qiroat qilib, takrorlab o'tirar ekan, lekin yodlay olmas ekan. O'g'li kelib turib, "Ota, har kuni soatlab Qur'on o'qiysiz, lekin baribir yodlay olmaysiz. Bundan nima naf?" debdi. Shunda ota o'g'liga qarab turib bir tabassum qilib dedi, "O'g'lim, ha, u yerda ko'mir tashiydigan savat bor. Shu savatni olib kel" debdilar. Olib kelgan ekan, bor. Shu savatni borganda anhorga botirib, meni yonimga suv tashigin debdi. Bola hayron bo'lib, "Ota, savatda ham suv tashib bo'ladimi? Buni iloji yo'q-ku. Sen bor, aytganimni qilaver." "Hamma ila ota" deb o'g'il endi otaning so'zi sinmasin deb savatni olib anhorga botiribdi. Shundoq botirib, yugurib otasining oldiga kelgunigacha savatda hech narsa qolmabdi, qop-quruq. Yana bor takrorla, yana takrorlabdi. Bir necha marotaba shu ish takror bo'lgandan keyin bola kelib charchab tillari osilib, "Ota, bo'lmaydigan ishni nima qilasiz buyurib? Foydasi yo'q-ku buni-ku. Baribir savatda suv tashish imkoniyati yo'q-ku" desa, ota o'g'ilga kulib qarab turib aytgan ekanlar, "O'g'lim, savatga bir qarachi" debdilar. Savatga mundoq qarabdi-da, o'g'il tushunibdi. "Bo'ldi, tushundim ota" debdilar. "Nimani tushunding?" Savat yarqirab, top-toza, musaffo bir savatga idishga aylanib qopti. Ko'mir tashiydigan savat edi, qop-qora mag'or bosib yotgan edi. Anhorga botiravergandan keyin top-toza savatga aylanib qopti. Shuni ko'rdim degan ekanlar. "Ha, o'g'lim, tushunib yetganingga balla. Qur'onni yodlay olmasam ham, takror har kun o'qiyversam, qiroat, tilovat qilaversam, qalbimda umrim davomida sodir etilgan gunoh, ma'siyatlar tufayli paydo bo'lgan kirliklar, mag'arliklar, dog'lar Allohning zikri bilan musaffolashadi. Yo'qoladi, tozalanadi. Men Qur'onni o'qishlikka, Allohni zikr qilishlikka buyurilganman. Uni yodlashlik qobiliyatim yo'q bo'lsa, o'qimasdan tashlab qo'ymayman-ku. Uni yodlay olmasam, noumid bo'lib, bir chetga qo'yib qo'ymayman-ku." Ha azizlar, Qur'on insonning qalbini gunoh ma'siyatlardan va ular tufayli paydo bo'lgan qora dog'lardan tozalar ekan. Libosingizni tozalamoqlik uchun eng qimmatbaho vositani sotib olasiz. Kerak bo'lsa do'konga borasiz-da, mana bu vositalar tozalay olmayapti. Menga kuchlirog'ini bering. Dog'ni ketkazadiganini bering. Chunki bu libosim eng qimmatbaho libosim edi. Bitta dog' tufayli shuni kiya olmayapman, ayting deydi. Qancha qimmat bo'lsa sotib olasiz-da, ishlatib, o'sha qimmatbaho libosingizni dog'ni yo'q qilib yana kiyishga harakat qilasiz.
Endi bizning qalbimizchi? Qalbimiz jism va jasadimizdagi eng bebaho bir a'zo. Agar qalb toza bo'lmasa, bizning tashqi ko'rinishimiz qanchalik go'zal bo'lib yarqiramasin, undan zarracha foyda yo'q. Chunki barcha a'zolarning harakatini qalb boshqaradi. Agar qalb toza bo'lsa, butun a'zoyingiz ibodat sari sizni yetaklaydi. Agar qalbni mag'rur bosgan bo'lsa, a'zolaringiz gunoh, ma'siyat sari sizni yetaklaydi. Mana shuning uchun tinmasdan sodir etilayotgan gunoh, ma'siyatlardan paydo bo'layotgan qora dog'larni Qur'onni tinimsiz o'qishlik bilan, zikr qilishlik bilan doimiy holda tozalab, pokizalab, musaffo qilib turmoqligimiz kerak ekan. Aks holda qilayotgan ibodatlarimizning halovatini topa olmaymiz. Bu ibodatlarning lazzatini topa olmaymiz. Ha azizlar, shuning uchun ham Qur'oni Karimni yodlayotganlar, xosatan yoshi ulug' bo'lib qolganlarimiz yoki ba'zi bir tili kelishmayotganlar, zehni, xotirasi sust bo'lganlar umuman noumid bo'lmang. Takror o'qiyvering. Allohning zikrini inson qancha ko'paytirsa, shuncha qalbi taskin topadi. Allohning zikri deganda siz Alloh subhanalloh alhamdulillah emas, balki birinchi o'rinda Qur'onni tushuning. Qur'onning qaysi oyatini o'qisangiz, eng afzal Allohning zikri shudur. Chunki Allohning kalomidir. Xohlasangiz Fotiha surasini o'qing, xohlasangiz Ixlosni o'qing, xohlasangiz boshqa surani o'qing. Hammasi eng yuqori darajadagi Allohning zikridir, chunki Allohning kalomidir. Allohning zikri bo'lgan joyda qalblar taskin topadi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'linglar, albatta Allohning zikri bilan qalblar taskin topadi deydi Allohning o'zi. Azizlar, qalbni taskin topishligi erishmoqlik uchun insonlar million so'mlik dori ichyapti. Shifokorning huzuriga borsa, uning sezish a'zolarini, hujayralarini o'ldiradigan dori yuboradi. Natijada hech narsani sezmay qoladi, g'am tashvishlarni unutadi, go'yoki qalbi taskin topadi. Ammo uning jism va jasadi, ichki a'zolari sekin-sekin o'lib boradi. Chunki ular yuborayotgan dorilar aslida ruhiy kasallarga berilayotgan dorilar bo'lib, tinchlantiruvchi deydi. Tinchlantiruvchi degani o'ta kuchli quvvatga ega. Insonning sezish a'zolarini o'ldiradi degani. Insonning sezishlik xususiyatini susaytirib, yo'qotib boradi degani. Ana hech narsani sezmay qolganingizdan keyin tinchlanasizda. Chunki siz hech narsani his qilmay qo'ydingiz. Na eshitasiz, na tushunasiz, na hayol qilasiz, na tafakkur qilasiz. Bu esa bizga kerak emas. Bizga doimiy holda inson tafakkur bilan yashash kerak. Qur'oni Karimda doimo aql bilan tadabbur qilib yashashlik kerak. Ana shunda inshaalloh qalblar taskin topadi. Qur'ondan taskin topishligiga bir qancha dalillar bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun. Qachonki Qur'on tilovat qilinadigan bo'lsa, unga quloq tutinglar va jim turinglar, shoyatki rahim qilinsalaringiz deydi. Qur'ondan boshqa birorta bir kitobga o'qilgan paytda jim turinglar, quloq solinglar, shoyatki rahim qilinsalaringiz degan bashorat yo'q. Faqatgina Allohning kalomiga bor. Demak, Allohning kalomi haqiqatan ham Allohning kalomida. Shuning uchun ham u o'qilganda, u tilovat qilganda hech kimni yurishga, harakatlanishga, so'zlashga, muomala, munosara oldi-berdi qilishga haqqi yo'q. Chunki Robbil alaminning so'zi o'qilinyapti. Robbil alaminning kalomi tilovat qilinyapti. Bandamisiz, bandaligingizni bajaring. Bandamisiz, qulmisiz, qulligingizni boshingizni ekkan holda itoat etib turib amalga oshiring. Shunda Robbil alamin shoyatki sizga rahim qilsa, rahmatiga qabul aylasa, mag'firatiga ko'miltirsa va albatta shunda ham bo'ladi. Endi Qur'onga quloq tutishlikning foydasi nima? Qur'onga quloq tutsa inson albatta birinchi o'rinda hidoyatlanadi. Hattoki musulmon bo'lmaganlarga ham Qur'oni Karim ijobiy ta'sir qilar ekan. Musulmon bo'lmagan lekin ilm, fan bo'yicha taraqqiyotga erishgan mamlakatlardan birlarining mana shu bo'yicha insonning ruhoniyatini tekshirish bo'yicha mutaxassislari Qur'oni Karim o'qilgandagi insonning ruhoniyatini ustida tajriba o'tkazdiribdi. 4 ta insonni tanlab olibdi. Birinchisi arab tilini juda ham yaxshi biladi, musulmon e'tiqodlik. Ikkinchisi arab tilini yaxshi biladi, lekin musulmon emas. Uchinchisi arab emas, arab tilini bilmaydi ham, lekin musulmon e'tiqodli. Masalan, siz bilan bizlarga o'xshagan musulmon e'tiqodlik, boshqa millat vakili.
To'rtinchisi esa arab ham emas, musulmon ham emas, arab tilini tushunmaydi ham. To'rtalasiga ham Qur'oni Karimni tilovatini eshittirgan paytida ularning ruhoniyatidagi o'zgarishlarni alohida jihozlar orqali o'lchab ko'rgan. O'lchasa hammasida o'zgarish bo'lgan. Hammasida. Tushunmasa ham o'zgarish bo'lgan. Buni qarang, chunki bu Allohning kalomida. Har bir bandaning jism va jasadida uni yaratuvchisi bo'lgan Robbil alaminning so'ziga ta'sirlanadigan hujayralar bor. Kofir bo'lsin, mushrik bo'lsin, munofiq bo'lsin, baribir ta'sirlanadi, lekin tan olmaydi. Hasadi qo'ymaydi, e'tirof etkisi kelmaydi xolos. Buni Makka mushriklari davrida ham tekshirib ko'rishimiz mumkin. Tarixni olib o'qiydigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshchiliklardagi sanoqligina mo'min musulmonlarga Makka mushriklari umuman tilovatul Qur'on qilishni man etib qo'ydi. Biror bir joyda Qur'onni o'qimaysan dedi. Chunki ular bilar edi, Qur'on tilovat qilingan joyda baraka yog'ilib, fayz yog'ilib, eshitganlar sekin-sekin islom diniga kirib ketib qolayotgan edi. Bunga hasadi kelib, Makkaning zodagonlari umuman tilovatul Qur'onni man etdi. Ammo musulmonlar kechasi Makka mushriklari zodagonlar dam olib uxlagan paytida tilovatul Qur'on qilishar edi. Bir joyga jamlanib olib yoki yakka yolg'iz holatda xonadonlarida Qur'onni tilovat qilib o'tirsalar, Qur'onning tilovatini eshitishni man etgan Makka mushriklarining zodagonlari bir-birlaridan yashirinib bekinib, palonchi ko'rib qolmasin, meni Abu Sufyon ko'rmasin, bunisi Abu Jahl ko'rmasin, mana o'zi Abu Lahab ko'rib qolmasin deb sekin-sekin kelib Qur'onga quloq tutar edi. Jim eshitar edi, mahliyo bo'lib qolar edi. Go'yoki sehrlanar edi. Kim bir uyg'onganga o'xshab turib, bu baribir sehr. Bu Allohning kalomi bas, bu bizni aldayapti degan ma'noda bir-biridan yashirinib tarqab ketar edi. Bilar edi Qur'onga mahliyo bo'lib qolayotganligini, iymon keltirishiga ozgina qolar edi, lekin hasad, ota-bobomning dini, ota-bobomdan qolgan urf-odat va hokazo degan ko'ra olmaslik, kibr va havo illatlari ularning Qur'oni Karimni Allohning kalomi ekanligini tan olishga yo'l qo'ymas edi. Mana shularning avlodlari hozirgacha davom etib kelyapti. Hozirgacha Allohning kalomini eshitishdan qo'rqadiganlar bor. Allohning kalomini eshitsa, o'qisa, ma'nosini tushunsa, iymonga kelib qolishdan qo'rqib, shundan man etadiganlar bor. Shuning uchun oyga chiqqanlar ham azonni eshitib iymon keltirib qo'yganlar. Qo'qisdan tasodifan o'zi xohlamagan holatda, bilmagan holda bir tilovatul Qur'onni eshitib turib, iymon keltirib qo'ygan qancha katta allomalar bor. Qur'oni Karim ana shunday mo'jizakor kalomdir. Qur'oni Karim har qanday bandaning qalbiga, jism va jasadiga albatta o'zining ta'sirini o'tkazadigan kalomdir. Ammo lekin Qur'on faqatgina taqvodorlar uchun hidoyatdir. Hudal lil muttaqin. Ana u mushriklarning taqvosi bo'lmaganligi tufayli. Hozir kunda ham Qur'oni Karimni qancha eshitsa-da, zarracha ularga ta'sir qilib iymonga keltirmaganligi, ularning qalbida taqvosi bo'lmaganligi tufayli. Chunki ularning qalbida kibri bor, qalbida hasadi bor, ko'ra olmaslik bor, haqiqatni tan olmaslik bor, e'tirof etmaslik bor. Bunday illatlar bor. Qalbda esa taqvo bo'lmaydi. Taqvo bo'lmagan qalbga esa Alloh taolo o'zining hidoyatini joylashtirmaydi. Najosat to'la qalbga hidoyat joylashmaydi-ku. Hidoyat pokiza qalbga joylashadi. Pokiza idishga hidoyat suvi quyiladi. Aks holda u umuman foyda bermaydi. Najoslar bilan aralash-quralash bo'lib ketib qoladi. Mana shuning uchun ham azizlar, biz ko'proq tilovatul Qur'onni tinglashimiz kerak. Hozir mana xatmi Qur'on bo'layotgan ekan. Bir yilda bir marotabagina shunday katta baxtga bizda sazovor bo'lib turgan ekanmiz, butun vujudimizni quloqqa aylantirib tinglaylik. Toki Allohning kalomi bizlarning qalbimizga har taraflama ta'sir qilsin. Chunki siz bilan biz taqvodorlarmiz. Taqvodorlar bo'lmaganimizda Baytullohda bunday qilib jamlanib o'tirmagan bo'lar edik. Shunday ekan bizlar uchun Allohning kalomi hidoyatdir va hidoyat va Furqondan iborat ochiq bayonotlardir. Uning hukmlarini aytib o'tganimizdek, ilojini boricha imkoniyat darajasida ma'nolarning izohli tarjimasini o'qib bo'lsa ham ozgina bo'lsa-da o'rganing, kirishing. Qur'ondan bebahra bo'lib qolmang. Qur'on oyi hozir. Mana shu oyda foydalanib qolmasangiz, boshqa oylarda Qur'ondan foydalana olmaysiz. Imkoniyat bo'lmaydi. Chunki shaytonlar siz bilan bizni o'zi vasvasa qiladi, o'zini yo'liga chorlaydi va to'g'ri yo'ldan adashtiradi. Alhamdulillah, Alloh shunday imkoniyatlarni berib turgan ekan, bundan foydalanmasak noshukrchilik bo'ladi. Qolaversa azizlar, mana shunday imkoniyatlarni mavjud bo'lib turishiga yana bir sabab takror aytaman, alhamdulillah mana tinch, xotirjam, asoyishtamiz.
hech qanday xavf va xatar yo'q. Qalbimiz taskin topgan, orom olgan holda Baytullohda Allohga sajda qilib qulchiligimizni, bandachiligimizni izhor qilib turibmiz. Allohdan duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo ushbu holatimizni bardavom aylasin. Yanada xotirjamlik bersin, yanada tinchlik bersin, yanada halovat bersin. Qalblarimiz Allohim o'zingni zikring ila halovat topadigan qalbga aylantirgin. O'zingni zikring ila kalomi sharifingni tilovati ila doimo hidoyatingda sobit bo'ladigan qalbga aylantirgin. Allah o'zing kalomi sharifingga muhabbatli qilgin, uni qiynalib o'qiyotganlarga 2 barobar ajr mukofot bergin, unga mohir bo'lganlarni esa o'zing muqarrab farishtalaringning qatorlarida ko'rgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim.